Sağolunuzlar, yaxşımısınızlar. Bugün biz forever loop bilan nested loop to'g'risida so'zlamoqchi. Birinchi obdaydimiz forever loop. Forever loop deganimiz qanday degan vaqtda ismida chiqib turdi, mangu loop qildi degandek gap. Endi bu loop degan conditionsi false bo'lgan vaqtida oxirlashadi. Lekin forever loopning conditionsi mangu true bo'ldi. Shunga bu mangu biz manual to'xtatmoqchi, to'xtamay mengayveradigan loop through qilaveradigan loopni biz forever loop deb ataymiz. Masalan, bir for loopni bilsak, intni men 0 ga teng qildim. Ananikin buningki conditionsni men birdan kichik deb berdim. Lekin orqasiga hech qanday action bermadim. Xuddi ayaga birni qo'shish, birni ilish degandek bir nimani bermadim. Şu an ma condition mangu true bo'ldi. Mangu to'g'ri bo'ldi. Chunki ay 0 ga teng, ay mangu birdan kichik. Şuna bu mangu true bo'ldi. Şuna bunu false bo'lgan vaqtda bu boshqa bu mangu o'zini-o'zi loop qilib mengayverdi degan. Masalan, bir xatni print qilib chiqarib baqsaq, masalan, mouse baqsaq, bu shu xatni print qilaverdi degan gap. Ayağı chiqmaydi. Şuna bu bir forever loop şəkilində. Forever loop nima bir muncha ishlatilgan yer bor, keyincha ba'zan bir ahvollarda ishlab qo'yishimiz mumkin. Forever loopni odatda qanday yozganimdan qulaylik bo'ldi deyapti. Odatda while true mani print qil deb yozsa, odatdagi ishlatilishi mushtaq bo'ldi. Odatda biroz forever loopni ishlatilgan ishlar bo'lib qolsa, while loopni qilib conditionsga true deb bersak, ma'lumda oddiy shakl bo'ldi-da forever loopning. Buni qanday to'xtatamiz? Masalan, ba'zan vaqtlarda qanday his qilishimiz mumkin desa, bir ishni bir true bo'laverib, balki ma'lum bir condition chiqib qolishi mumkin. Lekin o'sha true condition ostida yana bir kichik condition chiqib qolishi mumkin. Ashta condition bo'lgan vaqtda biz o'zimiz manual miyaga if palonchi ish yuz bersa, undan ben break qilma deb yozib qo'ysak, break degan oldindan o'rgangandek butun loop shu bilan oxirlashadi degan gap. Mustaqillarda ishlatilamiz. Agar yana bir ish nima degan vaqtda while biz bir forever loop yozib bo'lgandan keyin oqsiga masalan men bir narsani print qilma deb chiqsam, masalan ma kodda hech qanday xatolik yo'q, bir print qilgan kod, lekin bu kod bir xatolik bor deb chiqildi. Masalan, men ko'rib turibdi, shu jumlani biz reachable qilamidik, wufa fangwen Müş narsini ko'ramidik, müş baramıdik deydi. Nimaga baramaydi deganda, chunki buni ustidan bir forever loop bor. Ma tugaganda, ana ma qurlarimiz tugagan vaqtida ananikin ikkinchi qur o'tiladi odatda. Lekin yamayer nima deyaptilar, ma ustidagi qur mangu tugmaydi, chunki bu bir forever loop. Shun bilan mangu ma'noga kaplanmaydi. Shunga shundaq bir xatolik chiqdi, shunga bir diqqat qilib qo'ysak. Bu birinci nokta. İkinci nokta so'zlaydiganimiz nested loop. Nested loop degan nima desak, shu loopning ichida loop degan gap. Masalan, buni odatdagi turmushdagi misollardan qanday misollasak bo'lsak, soatni misolga olsak texnik obrazlıq bo'ladi-da. Masalan, soatniki masalan 24 vaqt bor, 24 soat bor. Odatda 12 soat bor. Agar 24 soatlik vaqt belgilamasining ichida 24 soat bo'ladi. 24 soat bir kunda 24 soat bor. Har bir soatning ichida 60 minut bor. Har bir minutning ichida 60 sekund bor. Har bir sekundning ichida mancha daqiqa bor degandek. Bir saat mandi, bu bir saat o'tib ketsa bir loop bo'ldi. O soatga nisbatan bir kunda 24 ta loop bor. Lekin minutga nisbatan 60 ta minut bor. 60 ni 24 ga ko'paytgan ashtaq loop bor minutga nisbatan. Masalan, bunu for loop bilan yozib baqsaq, for loop bu saniye bu soat deb olaylik. Soatni 1 ga teng. Saat 24 dan yoki 24 dan kichik bo'lguncha loop qilaveramiz. Tapasa bir kundagi 24 soatni chiqarib berdi. Amaliyotda bir soatni 24 ga naq teng bo'lgan yoki 0 ga naq teng bo'lgan
vaqtni soat chiqarib bermaydi. Biz faqat misol uchun da'vatimiz qo'y. Masalan, hozir birinchi for loop soat 1dan boshlab soat 24gacha bir kun hamma vaqtlarni birdan loop qilib chiqadi degan gap. Xuddi bizning soatimizga o'xshash. Ana har bir soatning ichida minut bor. Minutni epsaq, buning bir variable qurib, minutni birga tang, minut 62 tang yoki 60 dan tuvan bo'g'icha minut o'ziga qo'shmaydi, birga qo'shmaydi deydi. Demak, har bir soatning ichida mavu cho'ng loop. Buning ichida yana bir kichik loop bor. Ma cho'ng loop soatga nisbatan jami qilib aytganda 24 bor. 24 ta loop bor. Lekin ma kichik soatga nisbatan jami 60 loop bor. Shunga amaliyotda bir mavu odatdagi bir loopning ichida mana shunda 60 loop mangdu degan gap. Mana shu bu loopning ichida loop. Xuddi bir soatning ichida 60 minut bor deganga o'xshash. Bir kunda 24 soat bor. Kunning ichida soat kunning ichida loop. Lekin minut soatning ichida loop deganlar qashtaq bir ma'noni bildiradi. Masalan, bu soatni biz print qilib chiqib baqsaq, bunu print qilib chiqib baqsaq, bizning soat bir kundagi barliq vaqtlarni asosan chiqarib beramiz. Soat 24 dan 60 deydigan gap yo'q. 59 dan boshqa soat ko'tarib ketadi, lekin faqat misol uchidan buni bir faqat odatdagi misol qilib oldik. Soat 1dan 1 minut o'tgan, 1dan 46 o'tgan. Xuddi karaga o'xshash. Bir kara 1, bir kara 2 deb 10da 1ning karasi oxirlashadi. Bu bir loop bo'ldi. 2 kara 1, 2 kara 3 deb 2 kara 10da 2ning karasi oxirlashadi. Bu bir loop bo'ldi. Lekin cho'ng loopdan yapsak 1, 2, 3, 4 dan boshlab 10gacha har birisining o'zining bir karasi bor degandek. Ashton o'xshash gapda, mana bu nested loop deb ataldi.